Kunlarning birida Janob Rasulullohning yonlariga bir ayol kelib, "Ya Allohning Rasuli, meni turmushga chiqqanim yaxshimi yo chiqmaganim yaxshimi? Oila quraymi yo'qmi? Agar chiq desangiz chiqaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom unga "Sen hozir turmushga chiqsang, oila qurganingdan keyin amal qilishing kerak bo'lgan majburiyatlaring bor. Sen o'shalarga amal qila olasanmi?" dedi. "Nimaga amal qilishim kerak, ya Allohning Rasuli?" desa, Payg'ambar alayhissalom unga sanab beradi. Eringga itoat qilasan, uyingni lozim tutasan. Uyingdan agar eringni ruxsatsiz bir qadam ko'chaga chiqsang, Allohning la'nati bo'ladi senga. Agar eringga gap qaytarsang, tilingdan jahannamda osilasan. Eringni omonatiga xiyonat qilsang, qiyomatda falon azobni olasan. Ering yoqtirmagan odamni uni ruxsatsiz uyingga kirgazsang, falon bo'ladi, pismadon bo'ladi. Sanab beradi Rasululloh. Juda ham ko'p narsalarda sanab beradi unga. Agar ko'chaga eringni ruxsatsiz chiqsang, to qaytguningga qadar Allohning la'nati bo'ladi senga. Agar kechqurun to'shakka ering chaqirganda yo'q deydigan bo'lsang, to tong otguniga qadar Allohning la'nati bo'ladi senga deganlarida haligi ayol aytadiki, "Ya Allohning Rasuli, unda men turmushga chiqmay qo'ya qolay" dedi. Shunda Rasululloh "Lekin" deydilar. "Agar oila qursang, uni ajrlarini ham aytib beraymi senga?" dedi. "Ha, ayting Allohning Rasuli." Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Allohga iymon keltirsang, unga hech narsani sherik qilmasang, eringga itoat qilsang, eringni ko'nglini olsang, ering norozi bo'lgan amallardan voz kechsang, namoz bundan mustasno birodarlar. Uni omonatini himoya qilsang, Ramazon oyida roza tutsang, jannatni 8 ta eshigi bor. O'sha eshikni xohlaganidan kirasan" deydilar. Haligi ayol "Unda men oila quraman ya Allohning Rasuli" deydi. Sahobiy ayollar agar bir kun umrim qoldi, ertaga men o'laman desa ham benikoh ketishdan hijolat qolaman deganlar. Rasululloh o'zlarining suyukli qizlari bo'lmish Fotimai Zahro onamizni turmushga bergach, uni Hazrati Ali xonadoniga kuzatayotganlarida, "Qizim, o'zingni hamisha ozoda tut. Robbingni zikr qil. Vujudingni suv bilan pokla. Ering senga boqqanida xursand bo'lsin. Ko'zlaringga surma qo'y, chunki u ayollarga ziynatdir. Boshingga zaytun moyidan surt, chunki zaytun moyi surtgan ayolga shayton yaqinlashmaydi. Ey Fotima, ering senga qaraganida ko'zlaringni yumma, toki muhabbating kuchaysin. Ering boshqa tarafga qaragan paytida uni yuziga boq. Bu bilan bir oy roza tutganlik savobini olasan. Ey Fotima, ering seni yotoqqa chorlagan vaqtida rad etma. Bunday qilsang Allohning la'natida qolasan. Ey Fotima, yaqinlik paytida quvnoq bo'l, toki eringning muhabbati ortib, boshqaga boqib qo'ymasin. Ey Fotima, eringning kamchilik va aybini birovga aytma. Agar bunday qilsang, Allohning, payg'ambarning, farishtalarning va eringning nafratiga uchraysan. Ey Fotima, bu o'g'itlarni menga Jabroil so'zladi deydilar.